Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bo'lajak hoji otalar, hoji onalar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsinki, mana bugun sizlar bilan Qur'oni Karim tinimsiz nozil bo'lib turgan hidoyat manbai mana shu joydan yer yuziga tarqagan Makka shahrida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo ojizona qiladigan ibodatlarimizni dargohida husn qabul aylagan bo'lsin. Muhtaram azizlar, avvalambor bu muqaddas tuproqlarni, muqaddas maskanlarni Alloh subhanahu va taolo siz bizlarga muyassar qilganligining o'zi bir buyuk saodatdir. Yurtimizda Sufa Allayor hazratlari o'tganlar, bilasizlar. Ana shu zot Makka Mukarramaga, Madina Munawvaraga kelolmagan ekanlar. Sufa Allayor hazratlari Maslakil Muttaqin degan kitob yozganlar. Bu fiqhga bag'ishlangan kitob. Kitobning avvalida tahorat kitobi, keyin namoz kitobi, undan keyin zakot kitobi, undan keyin ro'za kitobini yozganlaridan keyin navbat haj kitobiga kelgan. Aytadilarki, haj kitobini yozmoqlik uchun qo'limga qalam oldim-u, lekin Alloh subhanahu va taoloni nima uchun o'zing qilmagan ishni gapirasan degan oyati karimasi yodimga tushdi. Chunki men haj qilmagan edim deganlar. Ana shu asnoda Sufa Allayor rahmatullohi alayhi aytadilarki, tepasida munojat degan sarlavha qo'yilgan. Munojat degan sarlavha qo'yib, shuni ostida yozgan ekanlar. Aytadilarki, men qarib qoldim. Hozir og'ir bemor bo'lib yotibman. Balki o'lim kasalida yotgandurman. Ey Habibim, Rasulim, shafaatgohim, shafaatchim, mendek himmatsiz ummatni avf etasiz, chunki men sizni qabringizni borib bir ziyorat qilolmadim deganlar. Hozir ham meni qalbimda sizni qabringizni bir ziyorat qilmoq armoni turibdi. Ummatda himmat yo'q. Agar ummatda himmat bo'lganida siz osmonda bo'lganingizda narvon qo'yib borardi. Siz-ku yerda yotibsiz, bir ziyorat qilolmadim, meni avf eting deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qabrlarini ziyorat etish shunday zotlarga nasib qilmagan. Sufalar hazratlari kim bo'lgan bilasizlarmi? Bir mamlakatning moliya vaziri bo'lgan bir paytlari. Lekin nasib qilmagan. Bu juda ham armon bo'lib qolgan, qalblarida armon bo'lgan. Bugun siz biz Ravzaga kirdilaringizmi? Ravza-i Muborakni ziyorat qilib, u joyda namoz o'qidilaringizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, mening minbarim bilan hujramning orasi hozir qabrlari. Mening minbarim bilan hujramning orasi jannat bog'chalaridan bir bog'chadir deganlar. Buni ulamolar shunday sharhlaydilar. Jannat bog'chalaridan bir bog'cha degani haqiqatdan ana shu joyni Alloh taolo jannatdan olib kelib shu joyga qo'ndirgan. Bu birinchi shart. Boshqa ulamolar aytadilarki, bu joyda inson jannatiylarga o'xshab xotirjam bo'lib qoladi shu yerga kirgan kishi degan. Yana ba'zi ulamolar aytganlarki, mana bu joy jannatiylar amalini qiladigan joy, ba'zilar duolar shu yerda ijobat bo'ladi deganlar. Mana shunday saodatni Alloh muyassar qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom berdik. Payg'ambarlar o'lmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlari aytadilarki, men Musoning qabrini oldidan o'tdim. Muso qabrida namoz o'qib turgan ekan deganlar. Va hokazo shunga o'xshagan hadislar bor. Ana endi muhtaram azizlar, haj ibodati oldimizda turibdi. Buyuk ibodat turibdi.
Mana shu ibodatga tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak. Bugun sizlar bilan mana shu haj ibodatiga bir ruhiy tayyorgarlik ko'rish uchun ba'zi bir suhbatlarimizni sizlarga ilinmoqchimiz. Men suhbatdan oldin sizlarga bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Kim agar bir jamoatga suhbat qilib berib turgan bo'lsa, ana shu jamoatni ixlosiga qarab va'z aytadigan odamga Alloh taolo ilhom beradi. Sizlarning ixloslaringga qarab meni tilimga bir narsa keladi. Shuning uchun sizlarning ixloslaring bu joyda katta ishni bajaradi demoqchiman. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo bizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lishni muyassar qildi. Islom dinini eng oxirgi din qilib tanladi. Qur'oni Karim eng oxirgi kitob bo'lib tanlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida katta shafoatning sohibi. Hamma payg'ambarlar o'zi bilan o'zi bo'lib, men o'zimni o'ylab turibman deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo bilan bashariyatning o'rtasiga tushib shafoat qiladigan payg'ambarga ummat bo'lishni Alloh taolo sizni bizlarga nasib qildi. Islom dini eng so'nggi din bo'lishligi bilan birgalikda eng mukammal dindir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oxirgi kelgan payg'ambar bo'lishliklari bilan birgalikda payg'ambarlarning ham sayyididir. Qur'oni Karim oxirgi nozil bo'lgan kitob bo'lish bilan birgalikda qiyomatgacha o'zgarmaydigan, qat'iy javob beradigan kitobdir. Ana endi bu ummatning vakillari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlari ummatning eng sharaflisidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah." Sizlar insoniyat uchun chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldilaring. Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirgansizlar, deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Demak, amr-u ma'ruf, nahiy munkar bilan va iymonimiz bilan biz boshqa ummatlarning ustidan sharafli ummatga aylandik. Bugun mana shu amr-u ma'ruf bo'lib turibdi azizlar. Islomning 5 ta rukni bor. Birinchisi shahodat. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning rasulidir deb, quli va rasulidir deb iymon keltirish. Mana shu bilan islomning birinchi rukni ado bo'ladi. Endi biz Alloh taologa iymon keltirdik. Haq ma'bud deb Alloh taoloni e'tirof etganimizdan keyin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarligiga iymon keltirganimizdan keyin, shu iymon keltirgan, muhabbat qo'ygan, yaxshi ko'rgan Robbimizning buyruqlarini bajarishimiz kerak. Birinchisi namoz. Biz Robbimizga iymon keltirib, u zotni yaxshi ko'rganimiz uchun 5 mahal namoz o'qib sajda qilamiz. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib yaxshi ko'rganimiz uchun bir oy Ramazonda Alloh uchun och qolamiz, tashlab olamiz. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib Allohni yaxshi ko'rganimiz uchun qiynalib topgan mol dunyomizni zakotini beramiz, jigarimizni qiynab. Endi Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'ramiz degan da'voni qilganimizdan keyin uni uyini kelib baytini ziyorat qilamizda. Shundaymi? Bu yaxshilik alomati. Bu yaxshi ko'rishimiz alomati. Bu Allohga bo'lgan iymonimiz va muhabbatimizning ko'rinishidir. Bo'lmasa shuncha mol dunyo sarflab, yillar navbat kutib, ham bu joydagi qiyinchiliklarni bo'ynimizga olib kelarmidik? Bu joylarga Allohga iymon keltirganimiz va Allohni yaxshi ko'rganimiz uchun keldik. Ana shunda sadoqatli bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlar va insonlarni o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi. Bizni dunyoga kelishimizdan ko'zda tutilgan maqsad Allohga qulchilikni go'zal tarzda ado etmoqlikdir. Biz bu dunyoga imtihon uchun kelganmiz. Ozgina muddat imtihondan o'tamiz. Haqiqiy diyor oxirat diyori azizlar. Endi bandaning ibodati ibodat bo'lmoqligi uchun ikkita shart kerak. Birinchi shart, banda qiladigan ibodatini
amalini faqat Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun xolis qilishi kerak bo'ladi. Odamlar ko'rsin, odamlar eshitsin, odamlar meni maqtasin, odamlar meni hoji desin. Hamma hajga borib kelyapti, men quruq qoldim. Hamma hojilarning obro'yi zo'r degan maqsadda agar haj qilinadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bizning u hajimizdan baridur. Ya'ni ki bezordir. Allohga kerak emas unday ibodat. Banda uchun qilingan ibodatni Alloh qabul qilmaydi. Hali vaqtimiz bor. Hammamizning niyatimiz o'ylaymanki sahih. Agar mabodo ba'zi bir riyo, xo'ja ko'rsin, odamlar maqtasin deganga o'xshagan bir dunyoviy g'arazlar shu ibodatimizga aralashib qolgan bo'lsa, qalbimizni tak tubidan sug'urib tashlaylik va xolis Alloh uchun haj qilishni qarorini qabul qilaylik va qalbimizga tugaylik. Agar banda Alloh uchun xolis ibodat qilmasa, nafaqat uning ibodati qabul bo'lmaydi, balki Alloh subhanahu va taolo uni mana shu ibodat deb qilgan qiyinchiligi-yu, mashaqqati-yu, sarflagan moli dunyosining evaziga gunoh yozadi. Azoblaydi kerak bo'lsa. Nima uchun? Allohdan boshqaning roziligi uchun qilindi. Bu kichkina shirk deyiladi azizlar. Shuning uchun biz niyatimizni sahih qilishimiz kerak. Hajdagi niyat ham demak xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda va atimmul hajja val umrata lillah. Haj va umrani Alloh uchun tugal qilinglar deydi. Mana shu yerdagi Alloh uchun degan so'z xolis Alloh uchun degan ma'noni ifodalaydi. Va ikkinchi shart, bizni qiladigan hajimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni qilgan hajlariga o'xshagan, u zotga ergashgan holatda haj qilishimiz kerak. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xudu anni manasikakum, haj amallaringni mendan olinglar deganlar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni hajda aytadigan so'zimiz, zikrlarimiz va qiladigan amalimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni aytgan so'zlari va amallariga, zikrlari va amallariga o'xshagan bo'lishi kerak. Azizlar, biz hajni fazilati haqida qisqacha bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, haj ibodati mana shu makonlarga kelishingizni o'zi bir buyuk saodat. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, haj va umra qilguvchilar Allohning mehmonidir. Alloh ularni mehmonga chaqirdi. Ular Allohga javob berib keldi. Endi nima so'rasa beradi. Azizlar, bir banda misolida o'zingiz uyingizga mehmon chaqirsangiz, mehmon qadam bossa nima qilasiz? Boringizni sochasiz. Hamma zo'r tasiq taomlarni pishirasiz. Sharoitini to'g'rilaysiz. Kerak bo'lsa tahorat qilaman desa, tahoratiga imkoniyatni yaratib berasiz. Siz biz oddiy banda mehmonni shu qadar aziz qilib kutsak, olamlar Robbisi qanday kutar ekan? Uni aytib ham bo'lmaydi, misolini keltirib ham bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo mehmon qilganda o'zining azizligi, o'zining buyukligi, o'zining saxiyligi, o'zining qudratiga munosib mehmon qiladi. Bir joyga mehmonga borsangiz, haligi insondan so'raysiz, tahorat qilmoqchi edim, falon narsa kerak edi, uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti deb so'raysiz. Chunki banda qalbingizdagini bilmaydi. Lekin olamlar Robbisi siz so'ramasangiz ham, dilingizdan o'tkazsangiz ham ato qiladi. Ato qilyaptimi? Bir qancha misollarim bor, shulardan bittasini aytaman sizlarga. Bir qancha yil oldin haj ibodatiga keldik. Hali haj ibodati mavsumi oldinda turibdi. Umra ibodatini qilib bo'lganimizdan keyin ikkinchi qavatdan tavof qildim. Tavofni 7-aylanishga kelgan joyimda namozning vaqti yaqinlashib qolyapti. Vaqtdan qizg'anyapman, lekin juda chanqaganman. Juda chanqaganman. Qaniydi kimdir shunda ikkita stakanda zamzam chiqarib turgan bo'lsa, shu yo'lma-yo'l ichib ketsam, vaqtim ketmasa degan narsa xayolimdan o'tayaptiki,
Uyoqroqdan bir yo Hindistonlik yo Pokistonlik bitta odam qo'liga ikkita stakanda zamzamni ko'tarib kelyapti, sherigiga olib kelyapti ekanda deb o'ylayapman men. To'g'ri menga kelib ikki qo'lidagi ikkita stakandagi zamzamni meni qo'limga tutyapti. Bu olamlar Robbisini mehmonini ziyofat qilish emasmi? Sizlarda ham bunga o'xshagan voqealar bo'lib turgandir, o'zlaring bilmayotgandirsizlar. Xayoldan bu joylar bor-ku. Xayoldan o'tkazgan narsani mehmonga Allohu taolo muhayyo qiladigan joylar. Bu joylarda xayoldan ham yomon narsani o'tkazib bo'lmaydi-da. Yana bitta voqeani aytib beraman shu gap kelganda. Bitta shogirdimiz bilan ketyapmiz. Doim kiramiz shu Abdulaziz eshigidan boshqa eshiklardan kiramiz. Shogirdimga qarab aytdimki, shu mana bu orqa tomonlarda uni yangi binolarda hech aylanganimiz yo'q-da, shularni ham bir aylanish kerak-da desam, politsiya shuni yo'l yopib yangi binoga kirgizib yuboryapti. Azizlar, bu joy mana shunday muqaddas tuproqlar, ya'niki bizni tilimiz bilan aytganda bu joylarning yuki og'ir. Shuning uchun qatta o'tadigan narsa ham yaxshilik bo'lishi kerak. Bilasizlar, mana bizlar qancha yillar uzilib qolganmiz, bundan 70 yil ota-bobolarimiz uchun bu haj armon bo'lmaganmi? Ularning duosini hosili emasmi? Ularning duosining samarasi emasmikan endi? Biz ko'ryapmiz shu rohatlarni. Andijonliklar bor mana shu yerda. Andijon viloyatida bir kishi sayus paytida zo'rg'a hajga borib kelgan. Qanday qilib bo'lsa ham endi hajga borgan, kelib zamzam olib kelgan. Bir ahli ilmga aytganki, men zamzam olib keldim desa, ha bo'lmasa bu zamzamni shu bir 5 litrcha zamzam bor ekan, havuzga quyasiz, shu havuzda hamma suv zamzam bo'ladi degan ekanlar. Bilasizlar, katta-katta havuzlar bo'lgan, 2 ta, 3 ta, 4 ta qishloq bitta havuzdan suv ichgan. Ana shu havuzga olib kelib zamzamni quyib, ertalab borib qarasa, havuzda suv yo'qmish. Odamlar toshib ketib qolibdi filagalar. Maşallah, bugün qanaqa suvlar boryapti. To'yib ichib tashyapmiz zamzam suvlarini. Zamzam suvi nima niyatda ichilsa shunga shifo. Shifo bo'lsa shifo, taom bo'lsa taom, nima maqsadda ichilsa shunga bo'ladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Azizlar, payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim bu baytni rafas qilmasdan haj qilsa, rafas degani jinsiy aloqaga oid so'zlarni so'zlamasa va qilg'larni qilmasa va fisq va fujur ishlarni qilmasa, shu bugun onasi tug'ganidek qaytadi deganlar. Shu bugun onasi tug'gandek qaytadi. Bu degani gunohi bo'lmaydi, uni gunohi qolmaydi degani azizlar. Yana payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Haj bilan umrani ikkalasini bir-biriga yaqin qilib qilinglar. Bas bu ikkisi temirchining bosqoni temir, oltin, kumushlarni zangini ketkizganidek insondan kambag'allik va gunohlarni ketkizadi. Haj mabrurning savobi faqat jannatdir deganlar payg'ambar alayhissalom. Bizni hajimiz bilan umramiz bir-biriga yaqin bo'lyapti. Haj umrani bajardik, endi hajni bajaramiz hech qancha vaqt o'tmasdan. Azizlar, kimni agar haji mabrur bo'lsa, qabul bo'lsa, shu odam umrining oxirigacha kambag'alchilik ko'rmaydi. Gunohi ham ketadi. Va shu bilan birgalikda unga jannat ato qilinadi qiyomat kunida. Bu meni so'zim emas bu. Bu olamlar Robbisining rasulini payg'ambar alayhissalatu vassalomning so'zlari. Haji mabrurga jannatdan boshqa mukofot yo'q. Ya'ni jannatdir uning mukofoti. Demak, haji mabrur bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Haji mabrur qanday haj bo'ladi desa, har xil gaplar bor, hammasini o'zining haqiqati bor. Haji mabrur gunoh aralashtirmay qilgan haj. Haji mabrur hajdan keyin haj sohibi keskin yaxshilik tomonga o'zgargan haj. Hajdan borganingizdan keyin odamlar ko'rib, falonchi aka juda o'zgarib ketibdi. Yaxshilikka o'zgaribdi. Bir yaxshi odam bo'ptiki, qoyil desa, ana shu haj mabrur bo'ladi. Alloh taolo bandalarga ham bildirib qo'yadi bu narsani. Buni amalda
bu insonning tanasida paydo bo'ladi, amalida paydo bo'ladi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar haj mabrur nima deb so'raganlarida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, haj mabrur it'amut ta'am va tiybul kalam. Odamlarga taom berish va tilni shirin qilish, shirin so'z bo'lish degan ekanlar. Demak, haj ehromiga kirgandan boshlab imkon qadar sadaqani ko'p bering. Taom bering odamlarga va tilingizga ehtiyot bo'ling. Ana shu haj inshaalloh taolo haj mabrur bo'ladi. Azizlar, banda bir yaxshi amalni qilsa, ibodatni qilsa, kichkina gunohi kechiriladi. Namoz o'qisa, roza tutsa, zakot bersa, lekin haj ibodati bilan gunohi kabira ham kechiriladi. Alloh taolo haj sababidan gunohi kabirani ham kechir ekan. Birinchidan ulamolardan birlari aytadilarki, haj qilgan odam tavba qilmasligi mumkin emas. Tavba bilan gunohi kabira kechiriladi. To'g'rimi? Boshqa bir ulamolar aytadilarki, yo'q. Haj ibodatini o'zida gunohi kabirani o'chirish xususiyati bor degan. Bunga bitta hadisni keltiraman. Xo'p, bu hadisni Ibn Shimasa rahimahulloh aytadilar. Biz Amr ibn As radhiyallohu anhu o'lim to'shagida yotganlarida ziyorat qilgani bordik. U kishi uzoq vaqt yig'ladilar. Keyin yig'idan to'xtab aytdilarki, Allohu taolo meni qalbimga islom ne'matini ato qilgan kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bordim. Ey Allohning rasuli, men sizga islomga kirganligim to'g'risida bay'at qilmoqchiman. Bay'atni bilasizlar. Islomga kirgandan keyin islom bay'atini sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilishgan. Ya'ni bu qasamiyat go'yoki. Ey Allohning rasuli, men islomga kirganligim borasida sizga bay'at qilmoqchiman, qo'lingizni cho'zing dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini shunday cho'zuvdilar. Amr ibn As radhiyallohu anhu qo'llarini orqaga qaytarib oldilar. Sahobaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Amr, senga nima bo'ldi? Amr ibn As radhiyallohu anhu aytdilarki, Allohning rasuli, bitta shartim bor. Nima sharting bor? Men islomga kirib sizga bay'at qilganimdan keyin Alloh taolo shundan oldingi barcha gunohlarimni o'chirib yuborsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Amr ibn As radhiyallohu anhuga qarab aytdilarki, ey Amr, bilmasmiding? Islom o'zidan oldingi barcha gunohlarni barbod qilishini. Ey Amr ibn As, bilmasmiding? Hijrat o'zidan oldingi barcha gunohlarni barbod qilishini. Ey Amr ibn As, bilmasmiding? Haj o'zidan oldingi barcha gunohlarni barbod qilishini dedilar. Hadis hajgacha qilingan gunohlarni inshaalloh taolo alohida bir tavba bilan Arafat kunini kutamiz. Hozir ham qilamiz u tavbani, o'sha joyda tavba-yu nasuhni qilamiz. Inshaalloh taolo onadan tug'ilgandek bo'lamiz hammamiz inshaalloh. Azizlar, mana shu o'rinda endi bitta ma'lumot sifatida sizlarga aytib ketaman. Bitta hadis bor. Bu hadisni ulamolar har xil aytishgan. Ba'zilar zaif degan, ba'zilar sahih degan. Lekin Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi kitoblarida keltirganda bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arafatda o'tirganlarida, ey Allohim, haj qiladigan ummatlarimning gunohlarini mag'firat qilgin deb so'radilar. Allohu taolo mag'firat qildi. Magaram o'zgaga zulm qilgan odamni avf qilmayman. Uni keyin qiyomat kunida mazlumni haqqini undan olib beraman qiyomat kunida dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey olamlar Robbisi, sen zulm qilgan kishini avf etib mazlumni jannatga kirgizishga qodirsan-ku dedilar. Lekin ijobat bo'lmadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muzdalifaga keldilar. Muzdalifada bir payt yuzlarida tabassum paydo bo'ldi. Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Faruq radhiyallohu anhular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarab, ey Allohning rasuli, sizning yuzingizda tabassum paydo bo'ldi. Sababi nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kecha ijobat bo'lmagan duoyim bugun ijobat bo'ldi dedilar. O'zi umumiy Qur'on va hadisning qoidalariga qaraganda bir kishiga zulm qilgan, haqqini yegan, obro'yini to'kkan, nima bo'lsa ham zulm qilgan odam uni rozi qilmasa bo'lmaydi. U qat'iy dalil. Ammo mana shu hadis, bittagina hadis bor ekan, umid qilishimizga yaraydi shu. Endi qo'limizdan kelganicha rozi qilamiz zulm qilgan odamimizni, mabodo esimizdan chiqib qolgani bo'lsa yoki topolmay qolganimiz bo'lsa, umumanda Allohdan so'rab qo'yaveraylik. Alloh taoloning xazinasidan hech narsa kamaymaydi. Ey Allohim, men zulm qilgan bandalarni ham mendan rozi qilgin va meni zulmlarimni ham avf etgin, jannatga kirgizgin deb so'rab qo'yaylik. Faqat bitta imkoniyat bor ekan, kimga? Hajilarga Muzdalifada. Demak, umumiy kulli qoidalarga zid bu hadis. Lekin cheklov asosida amal qilsak, umid qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bo'ldi, haqqil abdi ham kechib orar ekan deb ularni rozi qilmay qo'ymaylik. Suyanib qolmaylik. Xo'p, endi bitta imkoniyat. Hadis bor, shuning uchun men sizlarga buni omonat sifatida aytib qo'ydim, lekin bunga suyanib qolmanglar. Umid bor, Alloh taoloning fazli karamiki. Endi muhtaram azizlar, mana shunday muqaddas dargohlarda turibmiz. Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan bir hadis bor. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu zot aytadilarki, Minodagi masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'tirgan edim. U zot sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga ansorlardan bo'lgan bir kishi va Saqif qabilasidan bo'lgan bir kishi kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom berdi. Keyin aytishdiki, ey Allohning rasuli, biz sizning huzuringizga bir qancha savollar bilan keldik dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, xohlaysizlarmi? Ana shu savolni sizlar bermaslaringdan turib men javob berishimni. Ha, xohlaymiz ey Allohning rasuli deyishdi. Bu nima edi? Bu mo'jiza edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol berish uchun kelgan kimsalarning qalbidagi savollarini Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilib keltirgan, bildirib qo'ygan edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zni boshladilar. Baytul Haramni qasd qilib o'z manzilidan, o'z uyidan chiqqan kishi va unga beriladigan savob, ajr haqida so'ramoqchisizlar. Tavofning 2 rakat namozi va uni fazilati haqida so'ramoqchisizlar. Safo Marvo orasida sa'y qilishning mohiyati va uning ajri haqida so'ramoqchisizlar. Arofatda turish va uning ajr mukofotlari haqida so'ramoqchisizlar. Shaytonga tosh otish va unga berilajak ajrlar haqida so'ramoqchisizlar. Qurbonlik qilish va unga beriladigan ajr va tavofi ifoza haqida so'ramoqchisizlar dedilar. Ular aytishdiki, sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Allohga qasamki, xuddi shularni so'ramoqchi edik ya Rasululloh deyishdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, agar siz Baytul Haramni qasd qilib uyingizdan chiqadigan bo'lsangiz, tuyangiz bitta tuyog'ini yerga qo'yib ko'targanida Allohu taolo bitta xatongizni, gunohingizni o'chirib, bitta hasana savob yozadi. Biz tuyada kelmasak ham, lekin shuncha masofani samolyotda bosib keldik. Allohu taolo shu tuyaning tuyog'iga beriladigan ajrni bersin hammamizga. Agar siz 2 rakat tavof namozini o'qiydigan bo'lsangiz,
İsmoil alayhissalomning o'g'illaridan birini kimdir qul qilib sotib olgan bo'lsa, shu qulni ozod qilgandek bo'lasiz. Agar siz Safon va Marva orasida sa'y qiladigan bo'lsangiz, 70 qulni ozod qilgandek bo'lasiz. Qul bormi hozir? Yo'q qul. Ammo Arafat kuni, Arafat maydonida turgan paytingizda Alloh dunyo osmoniga tushadi va o'z farishtalariga sizlardan faxrlanadi. Alloh taolo aytadiki: "Ey farishtalarim, meni bandalarimni ko'rdilaringmi? Uzoqlardan sochlari o'zigan, to'zigan, horigan holatda mening jannatimni umid qilib kelishdi. Agar ularning qilgan gunohlari yer yuzidagi qum zarrachalari kabi ko'p bo'lsa ham, osmondan yog'adigan yomg'irlar tomchisi kabi ko'p bo'lsa ham, yoki dengizlar ustidagi kufuklar kabi ko'p bo'lsa ham, dar haqiqat men ularning gunohlarini mag'firat qildim" deydi. Afidu ibadi maghfuran lakum va liman shafa'tum lahum. Endi Alloh taolo aytadi: "Ey bandalarim, sizlar o'zlaring va sizlar shafaat qiladigan kishilar gunohlari mag'firat qilingan holatda endi Arofatdan chiqib ketaveringlar. Agar shaytonga tosh otsangiz, har bitta otgan toshingizning barobarida Alloh taolo sizni halokatga uchratuvchi gunohi kabirangizga kaforat qiladi." Gunohi kabira ikki xil bo'ladi, bilasizlarmi? Halokatga uchratuvchi kabiralarning kabirasi bo'lgan gunoh bor, gunohi kabira bor. Kabiralarning kabirasi bo'lib, insonning halokatiga sababchi bo'ladigan bitta gunohi kabirani bitta tosh bilan Alloh taolo mag'firat qilib yuborar ekan. Tosh otganda g'aflat bilan otmangda endi. Azizlar, men shu tosh otish haqida to'xtalib ketaman joyi kelganda. Qarang, haj ibodatida bor-ku, oddiy yurish ham ibodat. Tavof qilyapsizmi? Ibodat. Safa Marva orasida yuryapsiz, yuguryapsiz. Tosh otish ibodat desa birov ishonmaydi. Tosh otish o'zi to'polonchilik, to'g'rimi? Lekin hajda shaytonga tosh otish ibodat. Vojib. Shuning uchun tosh otayotganda hissiyotlarga berilib, baqir-chaqir qilib emas, mana shu qo'lingizdagi toshni olib Bismillahi Allohu akbar deb, men shaytonni yo'lida yurmayman, shaytonni o'zimga dushman deb bilaman. Meni mana shu qilgan amalim ibodat bo'ladi. Mana shu qilgan amalimning evaziga Alloh taolo gunohimni kechiradi deb buni ohistalik bilan Bismillahi Allohu akbar deb otish kerak. Namozda qanday huzur xushu bo'lsa, bu amallarda bunda ham shunday huzur xushu bo'lishi kerak. Shaytonga toshgan otgani borganda hamma to'polon qilib talvasaga tushib qoladi. Yo'q, u joyda zikr bilan, viqor bilan, sakinat bilan, Alloh taoloning zikrini qilib, huzur xushu bilan mana aniq men shaytonga tosh otyapman degan bir yuqori bir kayfiyat bilan ruhiy va jismoniy, ya'ni ixlos bilan otish kerak. Mana Alloh taolo bitta toshni barobariga halokatga uchratuvchi bitta gunohi kabirani ketkazar ekan. Qayerlarda turibmiz? Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisi davomida aytdilar: Ammo jonliq so'yadigan bo'lsangiz, Alloh taolo uni qiyomat kunida zaxira qilib olib qo'yadi. Agar soch oldiradigan bo'lsangiz, har bir tola sochingizning barobarida Alloh taolo bitta xatoni o'chiradi va bitta hasana yozadi, bitta yaxshilik yozadi. Agar siz Baytullohni tavof qiladigan bo'lsangiz, ya'ni tavofi ifozada bu. Tavof qiladigan bo'lsangiz, gunohsiz holatda tavof qilasiz. Arofatda gunohlar kechiriladi. Gunohsiz holatda tavof qilasiz. Shunda bir farishta kelib yelkangizga tabarrukan qanotini qo'yadi. Aytadiki: "I'mal fima tastaqbil, faqad ghufira laka ma mada." Mana
banda endi kelajaging uchun amal qil. Oldingi gunohlaring kechirildi deydi. Bu yoqqa ehtiyot bo'l, qara o'zingga deydi-da. Tushundingizmi? Bu hadis ahrajahul Bayhaqiy fi dalailin nubuwah. Bu hadisni Bayhaqiy o'zlarining Dalailun Nubuwah kitoblarida keltirganlar. Shuni topsa yaxshi bo'ladi. Ahli ilmlarimiz yana sharhlab gapirsa, men bugun juda ham qisqa gapirdim bu hadis sizlarga. Qisqa gapirdim. Azizlar, qanaqa joyda turganimizni bildikmi? Oldimizda nima turganini bildikmi? Payg'ambar alayhissalom masjidlarida o'qilgan namoz necha barobar ziyoda bo'ladi? 1000 barobar. Bu Baytul Haramda o'qilgan namoz 100,000 rakat. Bu hadisni hamma biladi. Men ham bilaman bu hadisni. Lekin men sizlarga boshqa hadis aytaman. Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi keltirgan hadis aytaman. Chunki Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhining sharh yozgan manosik kitoblarini tarjima qilganman men. Alloh taoloning tavfiqi bilan. Ana shunda ko'rganman bu hadisni. Bu hadisni Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi jayyid, yaxshi sanad bilan kelgan hadis deganlar. Shuning uchun sizlarga yetkazaman bu hadisni. Chunki men yetkazmasam javob beraman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim mening masjidimda bitta namoz o'qisa, bir rakat namoz o'qisa, boshqa masjidda o'qilgan namozdan 1000 daraja yuqori bo'ladi deganlar. Lekin Masjidul Harom mustasno. Kim Masjidul Haromda bir namozni o'qisa, mening masjidimda o'qilgan namozdan 100,000 barobar ziyoda bo'ladi deganlar. 27 ni 1000 ga ko'paytirasizlar, 27,000 bo'ladi. 27,000 ni 100,000 ga ko'paytirasizlar. 2 milyard 700. Nima qilib kelayotganingizni bilasizmi, haramga borib? Ey azizlar, shuncha vaqt umrimizni bozorda o'tkazmadikmi? Shuncha vaqt quda anda qavmi qarindoshni rozi qilish bilan avora bo'lmadikmi? Shuncha vaqt gunoh qilib, xatolar qilib, bola chaqam birovdan kam bo'lmasin deb, dunyo deb yugurib yelmadikmi? Endi mana shunday zo'r tijorat bor joyda, hozirgi tijoratda endi men aytadigan katta savob, yana tijorat qilasizlar. Shu narsalar Xitoydan boradi, O'zbekistonda arzon. Yukni ko'paytirib nima qilasiz? Fikringizni chalg'itib nima qilasiz? Vaqtingizni o'tkazib nima qilasiz? Bolalarga telefon qiling. Borib Optimdan olib borib qo'ysin. Juda agar bo'lmasa shuni qilmang, u kerak emas, o'zi Zamzam olib boring bo'ldi. Hammani rozi qilib bo'lmaydi. Nima emish? Bittasi nima deydi? Endi deydi, keladigan paytimizda bir ikki so'm hadiya berganda deydi. Hadiya bergan bo'lsa beribdi, u duo qilsin deb bergan, u bechora joynamoz. Joynamoz olib kelsin demagan u. U duo qiladi degan. Qilmaylik shuni. Shundan foydalanaylik. Mana shu joyda turibmiz. Azizlar, endi Arafat maydonida sizlarga men bitta qisqa iborani aytaman. Arafat maydoni shunday joyki, Arafa kunida undan aziz joy bo'lmaydi. Farishtalar yog'ib ketadi. Arafa kunida Allohu taolo dunyo osmoniga tushadi deyapti-yu. Endi tushishini kayfiyatiga biz anaqa qilmaymiz. Bizda unaqa narsa yo'q. Allohga jism ifodalamaymiz. Ammo farishtalar bosib ketadi. Shu Arafat kuniga ruhiy tayyorgarlikni ko'ring, hozirdan ko'ring. Shu peshinni vaqti kirishi bilan bir narsa kirib keladi Arafatga. Ko'rib ham bo'lmaydi, ushlab ham bo'lmaydi, eshitib ham bo'lmaydigan narsa kirib keladi. Ruhiyat bilan his qilasan. Qanaqadir bir ruhiyating ko'tarinki ruh paydo bo'ladi odamda. U nima u? U farishtalar. Keyin quyosh botadigan paytda shunaqangi bir go'zal bir holat paydo bo'ladi. Endi men kelganim uchun, guvohi bo'lganim uchun aytib qo'yapman sizlarga. Azizlar, Arafat kuni peshin vaqti kirgandan keyin asr namozini shundoq tortiladi-da bu yoqqa. Asr peshin namozi bilan asr namozini jamlab o'qiymiz.
shom namozini orqaga suriladi-da, xufton namozi bilan birga qo'shib o'qiymiz. O'rtada katta vaqt, maydon, makon, zamon ochiladi. Bu nimaga ochiladi? Hojilarga ochiladi. Hech kim ko'rganmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam peshin bilan asrni jamlab o'qigandan keyin Arofatda 100 rakat namoz o'qibdi, 2 rakat namoz o'qibdi degan joyini kim ko'rgan? Hech kim ko'rmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunchalik buyuk ibodat bo'lsa ham Arofatda namoz ibodatini qilmaganlar. Nima uchun? Arofatda qilinadigan ish tavba, istig'for, Allohga yalinish, Allohga yolborish, Allohga ko'z yoshlarini to'kish, Alloh bilan dardlashish, Alloh bilan sirlashish. Esingizda bilganingizdan boshlab to shu kungacha qilgan gunohlaringizni kerak bo'lsa hammasini eslang va ojizgina banda edim, bir qatra suv edim. Alloh taolo meni aziz inson qilib iymon ato etib shunday buyuk makonlarga nasib qilganiga shukr deb yig'lang. Yig'lamasa bo'lmaydi. Nima uchun yig'lamaylikki? Tog' kabi gunohlarimiz to'planib yotgan bo'lsa. Nima uchun yig'lamaylikki? Allohning huzurida turganimizda hisob kitob maydonida hisob kitobimiz aniq bo'lmasa nimaga yig'lamaymiz? Qiyomat kuni og'ir kun. Homilador o'z homilasini tashlab qo'yadi qiyomatda dahshatidan. Emizib turgan ona bolasini otib yuboradi. Odamlar mast bo'lib qoladi. Mast degani aqli ketadi. Va ma hum bisukara. Ular mast emaslar. Allohning azobi dahshatlidir, shiddatlidir. Azob qattiqligidan es ketadi, aql ketadi. Endi biz Arofatda yig'lamay nima qilaylik? Kulaylikmi? Yana shu 4 ta ulfat bitta bo'lib olib, pistani chaqib, choyni ichib, to'q qoringa yana ovqat yeb, uydagilarga bundoq qilib, mana Arofatda o'tiribman deb reklama qilib, hali u bilan gaplashib, hali bu bilan gaplashib, shayton lekin yomon aldaydi. Yomon aldaydi. Chunki gunohingizni kechirilishini xohlamaydi u shayton. Ana shu joyda ehtiyot bo'lasiz. Men bir og'iz so'z bilan shu Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayhi aytgan so'zlarini aytaman. Arofatda butun borliq bilan aloqani uzib, olamlar Robbisi bilan aloqaga kirishib, u bilan sirlashish kerak. Tamom. Tamom. Qaror shu. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Hajlarimiz mabrur, sa'ylarimiz mashkur bo'ladi. Telefon bor-ku, uni telefon. Telefonni polyotga qo'yib qo'ysangiz hech kim ko'ra olmaydi. Miya bilan qalbni polyotga qo'yib qo'yasiz shu paytda. Faqat Alloh bilan bog'lansin. Shu bitta svet ochiq tursin, qolgan hammasi yopilsin. Hatto ulug'lar aytgan ekanlarki, shu ovqatingni ham peshindan oldin yuva degan ekanda. Azizlar, shunday bir muqaddas joylarda turibmiz. Endi yana har qanday ibodatni fazilati ko'p bo'lsa, qadri baland bo'lsa, uni imtihoni ham og'ir bo'ladi. Imtihon keladi. O'z-o'zidan imtihon bo'ladi. Hajda ham bo'ladi, hajdan keyin ham bo'lishi mumkin. Nima uchun? Gunohlar osongina kechirilmaydi-da. Ihromni kiygandan boshlab asablar o'ynashni boshlaydi. Odamlarni kuzataman-da men har yil. Ihromni kiyadi, boshlanadi. Birov gap yoqmay qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Chunki ihrom ham yelkadan tushib ketaveradi, tapishga qiyshayib ketaveradi. Haligi odamlar arzimagan narsaga ham asabini buzaveradi, avtobusga yugurib ketib qoladi, boshqa qiladi. Azizlar, bu ozgina qiyinchilikka sabr qilish kerak. Kerak bo'lsa tapishkasini yo'qotib qo'yib, oyoq-yalang yuradi. Odamni xorligi keladi. Yo'q, xorlik emas. Bu yo'lda tortilgan har qanday qiyinchilikni lazzat deb qabul qilish kerak. Qiyinchilik bo'laversa lazzat topavish kerak. Nima uchun? Allohning yo'lidagi qiyinchilik. Jannat yo'lidagi qiyinchilik. Uning evaziga badaliga jannat turibdi. Endi bundan chiqishni bitta yo'lini sizlarga o'rgataman. Namoz, takbir tahrimaga kirgandan keyin salom bergancha ibodatda deb his qilasizmi o'zingizni? Ha?
Nima uchun hajda? Ehromga kirgandan soch oldirgancha o'zingizni ibodatda deb bilmaysiz. Xuddi namozga o'xshagan ibodat. Faqat ba'zi narsalarga ruxsat bor. Yeyishga ruxsat bor, ichishga ruxsat bor. Tahoratga ruxsat bor. Bo'ldi. Gaplashishga ruxsat bor. Siz ehromga kirdingiz-ku, haj ehromiga. Bo'ldi, xuddi namozga kirganday odamsiz. Bo'ldi. Zikr, tahlil, ibodat, tazarru, xuzu, xushu, yaxshilik, go'zal muomala, shularga amal qilishimiz kerak. Azizlar, agar bitta qiyinchilik kelganda obbo deb ichingizdan ketsa bo'ldi-da. Payg'ambar alayhissalom nima deganlar? Sizlar malollanmagunlaringcha Alloh malollanmaydi deganlar. Agar biz bitta malollansak, Alloh taolo shu ibodatga beriladigan ajrdan bizlarni mahrum qilib qo'yadi. Malol kelmaslik kerak bo'ldi. Men hamma joyda gapirib beryapman. Endi ustoz Salohiddin domla borlar Toshkent shahrida. 2018-yil Saudiya qirolining mehmoni sifatida mehmon bo'lib hajga kelganmiz. Hajni bajarib kelgandan keyin u kishi shunday tahoratxonaga yuvinishga kirdilarda tars etgan ovoz eshitildi, yiqildilar. Eshikni taqillatsam, yaxshiman dedilar. Chiqdilar, shu orqa bilan unitaziga borib urganlar, miya mana shu tepasidan mana shuncha joy shunday yorilib ketgan. Boshlariga ehromlarni qo'yib, shunday pastga shifoxonaga olib tushsak, aytdiki, shaharning tashqarisidagi katta shifoxonaga olib borasizlar, buni tikish kerak, buni nima apparatga solish kerak dedi. Keyin shu domla bilan ketyapmiz, tez yordam mashinasida menga qarab aytdilarki, domla, men ko'p haj qilganman. Farz ado bo'lgan mendan inshaalloh. Mana shu safar shunday korhol bo'ldi. Agar mana shu sodir bo'lganda Abbo senga zararmidi deganimda meni hajim ketadi dedi. Ko'rdilaringmi? Ulamolarning, solih ulamolarning hayoti mana shunday bo'ladi. Ular qalblarini ham, zohirlarini ham, botinlarini ham poklagan insonlar bo'ladi. Shuning uchun bizning qalbimizdan, ko'nglimizdan bir narsa malollanish o'tib qolmasligi kerak. Nima bo'lsa ham qiyinchilik bo'ladimi, mashaqqat bo'ladimi? Ha, bu gunohim kechirilishi uchun, Alloh taolo meni sinash uchun, shu yo'lda sobit ekanligimni imtihon qilish uchun nima qilyapti? Meni imtihonga solyapti. Chunki Oysha radhiyallohu anha onamizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umra paytida aytganlarki, ey Oysha, senga beriladigan mukofot qiyinchiligingni miqdoricha bo'ladi deganlar. Kim ko'p qiynalsa, shuni gunohi ko'proq mag'firat bo'ladi. Mana azizlar, sizlarga aytamiz desak, yana gaplarimiz ko'p. Endi hamma narsa ham o'zini chegarasiga ega. Yana bitta narsani umid qilamizki, mana hozir Muftiy Hazrat boshchiliglarida O'zbekiston musulmonlari idorasi, diniy qo'mita raislari boshchiligida ishchi guruh sizlarning xizmatlaringizda turibdi. Allohning mehmonlarini xizmatida turibdi. Bularning haqlariga duo qilib qo'yishimiz kerak. Bu xayrli ishlarning hammasining boshida muhtaram yurtboshimiz turibdilar. Haqlariga duo qilib, doimo yaxshiliklar bilan yurtimizni haqqiga duo qilishimiz kerak. Bu yurtlarni omonligini tilab duo qilish bilan birgalikda o'zimizning yurtlarimizni ham omonligini Alloh taolodan so'rab, albatta duolar qilishimiz kerak. Amin. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah ya robbal alamin. Makka mukarramada, omonlik shahrida, hidoyat manbai nozil bo'lgan, Qur'oni Karim nozil bo'lgan shaharda turibmiz. Ya Robbi, ojizona qo'llarimizni duoga ko'tardik, noumid qaytarmagin. Ya Robbi, oldimizda turgan haj ibodatini bizlarga oson va qabul aylagin. Ya Robbi, o'zing rozi bo'ladigan, o'zing yaxshi ko'radigan, o'zing qabul qiladigan, haj mabrur bo'ladigan maqomda haj qilmoqligimizni o'zing muyassar aylab, barchalarimizdan qabul aylagin. Ya Robbi, haqqimizga duo qilinglar deb so'ragan qavm qarindoshlarimiz, yori birodarlarimizni oldida bizlarni sharmanda qilma. Bizlarni ularni haqlariga qiladigan duolarimizni o'zing mustajob aylagin. Ya Robbi, bu qiladigan hajimizni
haji mabrur bo'lib natijasi jannat bo'lmoqligini, o'zingni roziliging bo'lmoqligini o'zing muyassar aylagin. Bu hajdan keyin bu go'zal maqomni go'zal tarzda saqlab bormoqlik saodatini hammamizga nasib va ro'z aylagin. Ya Rabbiy, hammamizni ketar vaqtimizda iymonimizni o'zimizga hamroh qilgin. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimizni o'tganlarini mag'firat, qolganlarini, tiriklarini Parvardigor o'zing yaxshilikda, ibodatda, taqvoda bardavom aylagin. Tan-jon iymonlarini salomat qilgin. Ya Rabbiy, farzand zurriyotlarimiz qiyomatgacha dunyoga keladigan zurriyotlarimizni o'zingga iymon keltirib amali solihlar qiladigan, o'zingni diningni mustahkam ushlaydigan, o'zingni roziligingni topadigan hofizi Qur'on, allomi zamon farzandlar bo'lmoqligini nasib qilgin. Ya Rabbiy, zurriyotlarimizdan qiyomat kunigacha birorta ham iymonsiz betavfiqlarni chiqarmagin. Ya Rabbiy, doimo xayrlilarni, yaxshilarni chiqargin. Ya Rabbiy, bu shahar Makka Mukarrama, Madina Munavvaralarni doim tinch, omonlikda, barakatda bo'lmoqligini nasib qil. Jumladan barcha musulmonlar yashab turgan diyorlarga tinchlik, xotirjamlikni ber. Jonajon aziz yurtimizni ham tinch qilgin. Ofat va balolardan, fitnalardan, barcha yomonliklardan o'z panohingda asragin. Mana bu haj ibodatida bosh bo'lib turgan muftiy hazratlari, muftiy hazratlarini yonlarida turgan ishchi guruh a'zolari, liboshilar, diniy qo'mitamiz boshliqlari va yonlarida ishchi guruhlar, hammalarini bu yo'lda qiladigan xayrli ishlarida o'zing madadkor bo'lgin, o'zing mukofotini ko'paytirib bergin. Mana bu xayrli, barakatli ishlarning hammasini boshida yurtboshimiz turibdilar. Ya Rabbiy, yurtboshimizni ham elimiz, yurtimiz, xalqimizning farovonligida yo'lida qiladigan xayrli ishlarida o'zing madadkor bo'lgin. Tan-jonlarini salomat qilgin. O'zing ikki dunyo azizligini, ikki dunyo hasanasini nasib qilgin. Robbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.